Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Baby Nur bilan bugun biz har doimgidek obzordamiz. Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun men sizlarga shunaqa chiroyli bo'lgan 3 etajli townhouse ni ko'rsatib o'taman. Bonusiga bilasizmi nima ekan? Podval qismi ham bor ekanda. Yana narxi вообще qiziqda. 3 xonali uyni narxiga 4 etajli townhouse olar ekansiz. Yo'q. Yana 2,5 sotiq. Bu uyni qanchalik yaxshi ko'rar ekan, nima deb o'ylaysiz? Menimcha bu uyni orzu qilmagan inson bo'lmasa kerak, a? Albatta, chunki menga bitta joyi yoqdi, yana uni keyin ko'rsataman obzor davomida. Boshlaymiz, a? Ungacha siz bitta like bosib qo'ying. Davomini keyin ko'rsataman sizga. Baby Nur necha sotiq ekan bu? 2,5 sotiq bo'lyapti bu hovlimiz. Mana shunaqa hovli qismiga ega bo'lyapti. Ko'rganingizdek, korobka holatdagi townhouse'imiz, lekin siz bu townhouse'ni o'zingiz didingizga xos va mos qilib remont qilib olsangiz, juda ham shokolad variant bo'ladi. Aytingchi, qanaqa remont qilgan bo'lardingiz? Hozir stillar har xilcha bor. Men neoklassika qilgan bo'lardim. Menga qolsa high-tech qilgan bo'lardim. Zamon talabi, chunki high-tech bo'lyapti. Конечно, hech kimni didiga men hech qanaqa bahslashish niyatim yo'q, lekin o'zingiz didingizga mos qilib remont qilib yashang, yashab beradigan hovli ekan, ya'ni townhouse. Bu yerda birinchi etajimizda kuxnya qismi, kuxnya uchun ajratilgan joy ekan. Oynalarga ahamiyat bering. Katta yaxshigina akvalardan qo'yilgan ekan. U yorug'lik yana ham ko'proq tushadi-da, освещение baland bo'ladi. Birinchi etajimizda mana bu bo'lsa umumiy prixожая qismi. No siz zal qilib mehmonlaringizni birinchi etajda kutib olsangiz ham bo'ladi. Yana bu townhouse'imizda 4 ta sanuzel mavjud ekan. Birinchi etajimizda sanuzellar. Sanuzel qanday bo'lyapti? Kirasiz, ichkariga hammom qismini o'rnatib, bu tarafda bo'lsa rakvinalarni joylashtirib ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerda yana umniy yechim qilibdilar. Nima uchun deyapman? Zinani tagidan bitta kladovka qilib yuboring yoki garderob qilsangiz, detskiy garderob qilib olsangiz ham zo'r yechim bo'ladi. Demak, bu yer zinani tagi mana bu joy yopiladi, chiroyli qilib, yog'ini kladovka sifatida foydalanish mumkin. Xuddi shunaqa. Ayollarda ashqal-dashqal narsalar ketadi. Plissos, u ortiqcha buyumlaringiz, ortiqcha deb ham bo'lmaydi. Ba'zida ishlatiladigan narsalarimiz bor, ishlatmaydigan narsalarimiz. Masalan, banka sezon hozir. Bankalaringizni yopasiz, pastiga qo'yaverasiz. Bankalar podvalda yaxshigina joy bor bankalarga. Shuni deng. Endi bizlarda 100 talab, 200 talab banka yopadi-ku, sig'may qolganga bu yoqqa sig'dirib yuboramiz-da. Bu bo'lsa ikkinchi etaj bo'lyapti townhouse'imizda. Ikkinchi etajni sanuzel. Alohida sanuzel. Ikkinchi sanuzelda ko'rdingiz. Endi men sizga kattalarni spalnisini ko'rsataman. Bu ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasi. Uchinchi sanuzelimiz xuddi mana shu yerdan joylashyapti. Ya'ni ota-onalar uchun joylashtirilgan spalnida. Juda ham yaxshi yechim bu. Zo'r. Zamon talabi. 3 ta spalni ikkinchi etajimizda joylashtirilibdi. Juda ham yaxshi. Bu yerda men sizga aytgan joyim, ya'ni mana shu xonani qizlaringiz uchun xona qilib bering. Nega aynan qizlar uchun tanlayapsiz bu xonani? Chunki qizlar bolaligidan bitta narsani orzu qiladi-da. Nimani orzu qiladi? Shunaqa chiroyli, kattagina, kengina balkonim bo'lsa-da, ertalab turganda bitta kofechani ichib, prirodadan shunday bahramand bo'lsam deydi-da. Mana shuning uchun. Ertalab shunday turgandan shipirishga qarab yo'l olmaydimi qiz bolalar? Yo'q, birinchi u motivatsiya olish kerak. Motivatsiya olish kerak. Xuddi shunday. Mana shu xonasini bitta qizlaringiz uchun xona qilib bering, yashash uchun zo'r variant bo'ladi. Qiz bolalar uchun yotoqxona qilayotgansizlar, kim sotib olsalar ham. Yana o'zingiz bilasiz. Bu tavsiya, o'zingiz bilasiz. Bu bo'lsa yana bitta spalni, bu esa albatta o'g'lingiz uchun. Qizlar xonasidan kattaroq bo'lyapti. Kompyuter o'ynaydimi, PlayStation nima qiladimi? Ikkita o'g'il bo'lsa, bemalol ikkita divanini qo'yasizligini, mebelini qo'yib berasiz. Bu tarafdan mana shunday katta oyna qo'yib. Bu yerda balkon yo'q lekin. Balkon yo'q lekin. O'g'il bolaga balkon nima kerak degan bo'lyapti-da hozir. Yo'q, ichimdagi topikasini aytaman. Xo'p, mana shu ikkinchi etajimizni sizga ko'rsatdim. Endi bo'lsa 3-etajni ko'rsataman. 3-etajga chiqamiz. Hozir Yo'l akay bu binoni maydonini aytdik-a? 2,5 sotiq bo'lyapti, 270 kvadrat. Mana shu binoni maydoni 270 kvadrat. Yer sotig'i 2,5 sotiq. 2,5 sotiq bo'lyapti. Kadastrlarimiz bor. Kadastr, gaz, umuman u kommunallardan problemasi yo'q ekan. Qarang, qanday qalin armatura. Armaturaga ahamiyat bering. Oddiy armatura emas, ingichka armatura emas, yaxshisidan qo'yibdilar. Umuman ayamabdilar, rasxoddan qochmabdilar. Sifat gapiryapti. Yana nima uchun rasxoddan qochmabdilar deyapman? Patologga ahamiyat bering. Shuma izolyatsiyasi mavjud. Buni balandligini ham aytib keting, juda baland. Hozir past videoda past ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Bu 3 metrdan balandrog'i, menimcha tepa qismida, bu yoqlar sal unaqa bo'ladi. Mani bo'yim 1.75, lekin hech mana
bemalolda tekkan yo'ldan pastamoni ham. 2 metrlar bor ekanda, demak past shunday. qismi. Bu mansarda qismimiz bo'lyapti, 3-etajimizda. Ya'ni podval bilan qo'shganda 4-etaj hisoblanadi. Endi o'rtacha qilib aytsak 2 etaj plus podval plus mansarda bo'lyapti. Endi 3 etaj deb hisoblasangiz ham bo'laveradi, chunki mana bu ham bitta uy sifatida Ploshidga ahamiyat bering. Mansard ploshidining o'ziga ahamiyat bering. Mayli, xo'p, qizlarni o'yladik. Endi bitta xo'jayinimizni ham o'ylaylik. Bilyardni zona qilib bering mansardadan. O juda ham zo'r bo'ladi. Zal qiling. Jo'ralari bilan shunday qayerda yuribdi demangdan shu mansardaga sharoit qilib bering. Shu yerda uyda yuradilar. Ana. Men faqat qizlarni o'ylamayman, ko'rdingizmi? Mana shu to'g'riga Damashqni kinoteatr qilgan bo'lardim men. Zo'r ko'rinadi. Katta televizor qo'yardik-da. Proyektor hisob Proyektorda do'stlar bilan mana shu yerda o'tirib, futbol yoki kino. Jahon chempionatlari bo'lganda o'zi ham izlab yurmaysiz. Voy, xo'jayinim qayerga ketdi deb. Bu Bebinur. Narxini aytmayman. Aytsam birdan sotilib ketadi aka. Ayting. 3 xonali narxi bo'lyapti, aytaymi qancha? Ayting. $120 ming kamigina savdosi bor ekan. Kelib xohlaganingizcha savdolashing, 120 mingdan ozroq tushib berar ekanlar. Zo'r. Manzilni tushuntirdikmi? Manzilni aytmabman, uzr. Manzilimiz bo'lyapti. Sayohatdan Po'lat Darxondan. Ya'ni bu townhouseimiz fasadlarini ham ko'rdingiz, uyni ichlarini ham ko'rdingiz, maydonini ham aytdim. Endi remontini o'zingiz didingizga mos qilib remont qilib olsangiz, o'zi ham yashab beradigan joy bo'ladi. Agar shu uyda oladigan bo'lsangiz, bir piyola choyingizga albatta kelib berardim. Ana, ko'rdinglarmi? Juda ham ajoyib bo'ldi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, video opisaniyasiga telefon raqam qoldiramiz. Lekin narxi shikolat, do'stlar, ishoninglar. Shoshilib ulgurib qolinglar, bunaqa imkoniyat har deb ham bo'lavermaydi. Kuzatishda davom eting. Like'lar esdan chiqmasin, yangi kuzatuvchilar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlaymiz, hammaga katta rahmat.